Men Zokir Nosir Qodirovich kechagi murojaatimda 8 kunga ertaga soat 10 ga norozilik namoyishi tariqasida hokimni Abdulla Oripovni bosh prokurorni noqonuniy xatti-harakatidan norozi bo'lib norozilik namoyishi tariqasida oshli e'lon qilishni belgilab qo'ygandim. Bularga sabab men muhtaram nimadan Qo'qon shahar hokimidan talab qilaman. Chunki hamma nayray shuda. Bunga yig'sinlar. Javob beradigan odamlarni. Men necha marta aytdim, bu yoqqa gapim ta'sir qilmas ekan, etlari ham qotib ketgan ekan, hech narsa bo'lmaydi, hech narsa. Ularni olib qochadilar, shirk-pit qilib qochadilar, lekin 307 ming insonga sizni prezidentimiz rahbar qilib qo'yibdi. Shunaqa bo'ladi bozam. 307 kishi aholini otasisiz. Hammasini tashvishi sizga. O'rtamlar. Nayrang qilasiz. Ertaga sizdan talabim yig'ing o'sha nimalarni. Mana hamma soxta hujjatlarni nima qilgan, mana sudlarni yig'ing. Hamma sizning topshirig'ingiz bilan bo'lgan. Qo'qonni fuqarolik sudlari mana xo'jalik sudini fuqarolik sudi bilan bekitgan. Hammasi soxta. Nimada mana bu Rishton sudi soxta, ikkita sudi. Ularning jinoyati mana bu yerdan bo'layotibdi. Bunday varaqlang, o'rtam yaxshiki prokurordan chiqqansiz. O'rtam nima? Buni yig'ing. Xalqdan 307 kishidan qochib yurasizmi? 307 ming odamdan. Yig'ing hammasini yig'asiz. O'rtam viloyat davlat xavfsizligi xizmati rahbari janoblari, men sizga borib Farg'ona viloyat hokimligidan noroziligimni bildirganman. Keyin nimaga ham respublikaga ham Farg'onadan prokurordan norozilik bildirib sizga topshirib o'zingiz ko'rishingizni iltimos qildim. Sizga ariza berganman, muhtaram davlat xavfsizligi rahbari janoblari iltimos qilganman, prokuraturaga chiqarmayin deb, chunki hali bilmayman nechtadan prokurorni o'zlari ham noqonuniy mana bu nimani shuvayaptilar menga. Vakolati yo'q. Nimami? Menni qonuniy mixlangan xo'jalik sudini yo'q qilish harakatida bo'lyaptilar. Aytda ozmuncha summa bormi? Buni jinoyat alomati yo'q emish. Mana bu nimani qo'llayaptilar? Shu Uchko'prikni prokurorini nimasini, tergovchisini nimasini, tergovchilarni xatosini, hammasini 4 ta zamlari nima qilyapti? Mana bu kecha kelgan nimadan. Mana sizga yozgan nimadan olyapman. Sizdan hali javob olganim yo'q o'rtanima. Shu sizdan bitta insonni taqdiri hal bo'lyapti. Muhtaram rahbar nima davlat xavfsizligini boshlig'i. Men faqat sizlarga ishonaman. Umuman boshqa tashkil prokuror, militsiya bu gapini birortasiga hamma yo'q soxta. Ben cevap beraman. Mana hujjatlarim 5 ta 6 ta papka hammasi hujjat soxta. Buni isbot qilib beraman. Agar men tuhmat qilayotgan bo'lsam, lutfa joyda javob beraman. Shu siz bu yerda siyosiy nimalar jinoyatlarni yashirishyapti. 159, 157, 144 bu hammasi bilan isbotlangan hujjat bilan. Buni men javob beraman. Shuni mana hokimdan talabim shuni nimani oldida stol qo'yib menga isbot qilib beradi. Mana qonunshunoningiz, prokuroringiz, mana kecha kuni mana militsiyangiz
nima do'konni bekitib ketyapti. Hadi yordam qilishdi o'rniga. Nimalarimni qaqshatib. Siz mana sizga mana statya ham qo'shiladi. 97 mi bilmayman-u, bu nimaga inson nimasiga suiqasd. Menga benim pulimi tanib turibsiz. Sud qaroridan tegishli pulimi tanib turibsiz. Shuni orqasidan men mana qaynag'am o'ldi. Shuni Hindistonga borib operatsiya qilib ketishga pul qilib beraman dedim. Polizda turibdi ijro varaqalar. Bermayapsiz. Shu nima bo'ldi siz? Qotili bo'ldingizmi qaynag'amni? Taniysiz Bahrom. Shuni qotili bo'ldingiz. Endi meni hozir meni jonimga suiqasd qilyapsiz. 97-dasiz. Demakki, meni kuniga bir xil vaqtda banisa pensiyaga olsam yo ukolalaydigan bo'lsam 1 million pul ketadi. Qotilim bo'lib turibsiz meni. Javob bering qonun oldida. O'rta prezident sizga qattiq iltimos. Bu hali siyosiy jinoyatlardan tashqari bak qotilim ham bo'lib turibdilar meni. Jinoiy menga suiqasd bo'lyapti. Bu odamni ko'rsam nomini eshitsam sog'lamayoqadi. Sog'lom qochyapti. Shu menga hozir jonimga suiqasd qilyapti. Menga qonuniy chora ko'rishni so'rayman. Deputat bo'lsa chiqarib oling deputatlikdan. Bunaqa odam deputat 4 kishiga boshqa bo'lishga haqqi yo'q. Demakki 4tadan 3tasiga qasd qilib tursa, bunaqa yomonlik qilib tursa, militsiya jo'natib tursa, siz jo'natib tursa, hali siz ikkisini ishga solsam nima qilaman desiz, bu 24 kishidan shirkatdagi odamni haydab tursa, yomonlik qilib, nima kerak bor sizga bunday odamni? Hali salomat bo'ling.